Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizni doimiy qo'llab-quvvatlab kelayotgan va doimiy biz el uchun jamoasini har bir ishlarda yordam berayotgan hamshaharlar, barchalarida kirib kelgan va tutayotgan Ramazon ro'zalarini Alloh taolo qabul qilsin va yana bir bor biz el uchun jamoasi tarafidan sizlarni tabriklab, muborakbod etib ketamiz. Alhamdulillah, mana 8 yildirki biz el uchun jamoasi O'zgan shahrida faoliyat olib borar ekan. Har oy, fasl, yil tadbirlarini e'lon qilib va shularga sizlardan yordam va ko'mak so'rab kelamiz. Bir qanchalagan savollar kelib tushyapti. Biz el uchun jamoasi Ramazonda ko'rinmayapsizlar, biron bir tadbir qilmayapsizlar. Alhamdulillah, shahrimizda guvoh bo'layotganinglardek bir qancha jamoatlar, yoshlar va jo'ralar tadbirlarni go'zal va chiroyli holatda olib borishyapti. Xurmo tarqatishmi, iftorlik tarqatishmi, oilalarni xabar olishmi? Mana qish faslida ko'rdinglar birodarlar, bir qanchalik oilalarni xabar olish. Biz jamoamiz bilan birgalikda har yilgi tadbirlarimizdan eng asosiylari va kattalarini Ramazonni keyingi 2-10 kunligi va oxirgi 10 kunligiga olib qo'ygan edik. Va shu tadbirlarni bugun eng kattalaridan birlarini sizlarga e'lon qilamiz. Bu tadbir qanday desangiz, inshaalloh 10 kunligi ham yakunlanib 2-10 kunligiga kirib kelar ekanmiz. Yana ham ajrlari va mukofotlari ko'p bo'lgan kunlar qarshimizda turibdi birodarlar. Shu uchun elga, xalqqa va bizni doimiy qo'llab-quvvatlab kelayotgan hamkorlarimizga murojaat bilan chiqdikki, bu jiddiy murojaatlardan bittasi. O'zi asli bu Ramazon oyi, bilasizlar, har bitta amallarni, ajr mukofotlarini ziyodalashtirib beradigan oylardan. Shu oyda endi miskinlarga va muhtojlarga yordam berishlikni ajri savobi yana ham ulkan inshaalloh. Shu uchun biz el uchun jamoasi inshaalloh 13-mart kuni O'zgan shahridagi kam ta'minlangan, vaqutchi yo'q va qiynalgan, oziq-ovqatdan qiynalgan oilalarni bugun ro'yxatlarini qildik inshaalloh. 2 kun ro'yxatlarni qilamiz. 13-mart kuni O'zgan shahridagi 50 ta xonadonga Ramazon dasturxonini uyushtiramiz inshaalloh. Bu siz bilan birgalikda birodarlar. Bu ishlar albatta Allohning izni va yordami va sizlarning ko'magingiz bilan. Shu uchun diqqat qilasizlar, bu yerda bitta xonadonga eng kami bir haftalik bu yerda reja qildik yoki 10 kunlik dasturxonni tuzdik. Bu dasturxonning ichiga har bittasini spiskasini ro'yxatini tushirdik va shu dasturxonni bitta oilaga umumiy 4000 so'm deb oldik birodarlar. Buning ichida go'shi bor, yog'i bor, uni bor, shirinligi, tuzi, uyda xonadonni ishlatuvchi bir qanchalagan narsalariga do'g'ri tuzdik. Bitta xonadon 4000 so'mdan tushsa, inshaalloh 50 ta xonadonni reja qilyapmiz. Jami 200 ming pul bo'ladi. Bugun Qo'shtirnoq ichida aytaman, eng kami 3-4 tamiz to'planib iftorlik qilar ekanmiz, 5 ming 10 ming so'mdan kam emas. Balki bir qanchalagan jamoatlarga, jo'ralarga, to'hmalarga iftorlik qilar ekanmiz, 10-15 mingdan kam emas bo'lgan mablag' ketyapti. Endi bugun inshaalloh sizga va menga o'xshab chiroyli dasturxon ustida iftorlik qilishlikni va saharlik qilishlikni orzu qilayotgan bir qanchalagan oilalar bor. Bittasini aytib o'taman. Kecha bizni fond raqamimizga xat keldi. Saharlikka va iftorlikka yegani issiq ovqatim yo'q, non suv bilan O'zgan shahrida. Bu yolg'on emas. O'zgan shahrida shunaqa oilalar bor. Suv va non bilan iftorlik, saharlik qilayotgan oilamiz bor. Oilalar bor, ya'ni bir qanchalagan. Shularni inobatga olib birodarlar, kelinglar. Savoblarni yana ham savobi bo'ladigan oyda turibmiz. Bunaqa tadbirlardan ortda qolmaylik. Bizni bir iboramiz va shiorimiz bor. Bu karvondan ortda qolmang. Shu uchun birodarlar, 50 talik oilaga, har bitta oilaga 4000 so'mdan jami 200 ming. Sizdan nima talab qilinadi? Shu videoni ko'rasiz, boshqalarga yuborasiz va o'z hissangizni qo'shasiz. Qanday holatda bo'lsa ham 5 so'm, 10 so'm, 20 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm. Bu yerda bugun zamon talabi M-bank raqamlarimizni yozib qoldirganmiz. Shu M-bank raqamlariga tushirasiz. Mayli, siz ham shu muhtojlaringizdan bittasi bo'lsangiz, bizning haqqimizga duo qiling va bizga murojaat qiling. Va shu videoni boshqalarga yuboring. Birodarlar, yana bir bor biz el uchun jamoasi nomidan barchalarga Ramazon oyi bilan muborakbod etib qolamiz va bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha homiy va yordamchi bo'lgan birodarlarimizni Alloh taolo shu oy munosabati va qilgan mehnatlari evaziga gunohlarini kafforat qilsin. Biz bilan uzoqlashmang va biz bilan birga bo'ling. Biz el uchun jamoasi doim siz bilan birga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.